ustalarning ishi juda mas'uliyatli bo'ladi. Masalan deylik, motoris. Motor bu juda ham nozik tema. Usta qiladigan ishi chochish, uni ustida ishlov berish hamda yig'ish. O'sha yig'ish jarayongacha bo'lgan qora ishni mas'uliyat bilan qilmasa, yig'ish oson. Tayyor to'kirdan keladi, o'shani yig'adi, joylashtiradi. O'shaning uchun mas'uliyat juda katta bo'ladi. Ish haqini oladigan bo'lsak, zapchasiga ketadigan pul ish haqidan 4-5 barobar ko'p bo'ladi. Shunaqa ishlar bor. Hamda shunaqa ish bor, ish haqi qimmat, lekin zapchas arzon. Bittagina pachimnik almashtirish uchun pachimligimiz 30 ming so'm turadi, 10 ming so'm turishi mumkin, lekin ish haqi 300 ming, 400 ming bo'lib ketishi mumkin. Ko'p mijozlar shu narsani tushunmaydi. Osmondan olam meni narxlar masalan, yo bo'lmasam miyasiga keldida, "Aka, 400 ming bo'ldi", yo bo'lmasa 100 ming so'm bo'ldi. Yo'q, bu ish juda mas'uliyatli. Kelishilgan holda boshqalar servislar bilan taqqoslab, har bitta usta shunga narx qo'yadi.